Bugungi videoda biz Minecraftdagi xato qishlog'i haqida gaplashamiz. Joyinglarga yaxshilab o'rnashib olinglar. Unda men videoni boshladim. Shunday qilib 3 o'yinchi o'zlari qurgan ajoyib saroyda aylanib yurishgan edi. Keyin ular yog'och uchun o'rmonga borishdi va daraxt chopa boshlashdi. Ular qaytib kelishganda saroyda g'alati narsalar bo'layotganini sezishdi. Bu paytda ularning biri qishloqda edi va u yerda qandaydir qishloqqa unga qarab turganini aytdi. Va u uyga qaytishini aytdi. Bu paytda esa kech tushayotgan edi. Birozdan so'ng u qaytib keldi. Va negadir u to'xtab qoldi. Ular undan nega to'xtaganini so'rashdi. U esa ortimda kimdir bor deb javob berdi. So'ng u qaytib keldi va ular u yerni biroz kuzatishdi. Va ular buni sigir deb o'ylashdi. So'ng ulardan biri tasodifan serverdan chiqib ketdi. Birozdan so'ng ular tong otmayotganini sezishdi. Keyin ular oy g'oyib bo'lib qolganini payqashdi. So'ng u yana paydo bo'lib qoldi. Keyin uning do'sti undan yordam so'radi. Lekin u ham qandaydir sabablarga ko'ra serverdan chiqib ketgan edi. Keyin u qandaydir shovqinlarni eshita boshladi. Va u yo'lda ketayotib qandaydir qishloqni ko'rib qoldi. Lekin u g'oyib bo'lgan edi. Keyin u narigi tomonda qandaydir ovozni eshitdi va o'sha tomonga bora boshladi. U yerga chiqib olgach, yana o'sha qishloqni ko'rdi va qocha boshladi. Va birdan tong tunga o'zgarib qoldi. U bir xonachaga berkinib oldi, lekin